Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kenzo. Ushbu videorolikda biz men ko'rgan strukturalarni ChatGPT baholaydi 1 dan 10 gacha. Boshladik. Men buni qurib qo'ydim. Bu 3-chi kadr, 3 marta oldim. ChatGPTga kiraman deb turibman. Chiqib ketyapti hozir ham. Sizlar ham baholaydi, ya'ni birorta narsa baholamoqchi bo'lsangizlar, hamma strukturalarni bir baholab chiqinglar. O'zlaringiz 1 dan 10 gacha. Короче, shuni hozir rasmi bor buni ChatGPTga tashlaymiz. Hozir. Xo'p, bola biz ChatGPTga kirib oldik. Birinchi bo'lib salom deb yozib ko'ramiz. Salom. Salom. Hozir emas. Xo'p. Men terman. Men hozir senga rasm yuboraman. Shuni balli sistemada baholab ber. Xo'p, uzatamiz. Zo'r rasm yuboring, balli tizimda baholab beraman. Xo'p, endi sekin rasm yuborsak ham mana rasmni yuborsak ham bo'ladi. Menimcha mana bu rasm yaxshi chiqqan. Xo'p, yubordik. Nima deyman? Mana yuboramiz. Qani 10 ballik sistemadan nechi bahoni beradi? Bu zo'r chiqibdi. Men benzoga o'xshab qolganmikan? Kenzo deb yozibman lekin. Benzoga o'xshab qolibdi. Zo'r chiqibdi. Benzo deb yozilgan yozuv Minecraftda juda toza va aniq ishlangan oq va qora bloklar bilan kontrast belgilanganligi ko'zni tortadi va harflar shakli tushunarli. Bahom 8,5. Plyuslar aniq dizayn va kontrastni yaxshilasa bo'ladi. Harflarni biroz hamohangroq qilish, masalan, E harfi sal kichikroq ko'rinadi. E harfi sal kichikroq ko'rinishi, shuningdek, pastki qismlar biroz balandlikda tenglashtirilsa yanada professional ko'rinadi. Tengmasmi? Rahmat. Xo'p, biz yana Minecraftga qaytamiz. Xo'p, create. Mana qilsak. Yana skin o'zgaribdi. Men bitta skinda to'xtamaydi. Birinchi narsani qurdik. Sizlar ham yo'qolib yoqdan. Endi nima quramiz? Xo'p, nima qilamiz? Bu ikkinchi kadr bo'lishi uchun ham lekin qo'llarim og'rib, o'zlarim bo'g'ilib qo'yam. Mana mikrofonni yonib keltiramiz. Xo'p. Bu yo'q mikrofon. Mana böyle. Shu bilan tugatsam ham bo'ladi. Video kam bo'ladi. Mayli, yana bir nima qurishga harakat qilamiz. Sizlar uchun shuncha kontent qilyapman. Birortanglar like bosmaysizlar. Like bosib, kommentariy shundoq pastda, shundoq 1 dan 10 gacha birinchi qurgan strukturamga baho berib ketinglar. Tamom, bo'ldi, boshqa narsa so'ramayman. Almaz rudasini quramizmi?
almaz rudasini qurish uchun bizga tosh bilan almaz blok kerak. Tamam. Xo'p, qidiruvga yozamiz. Diamond bo'ldi, chiqdi. Buni bir yerga qo'yamiz, mana bunday qilib. Pikselma-piksel quramiz ana endi. Yo'q, qo'lim birat, video olish ishlari ketyapti. Ursang, aka-pakalarni chaqirib keladi bular. Xo'p, 4 ga 4 bo'lgan joy qurib olamiz. 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 bo'lib qoldi. Buni 4 qilaylik. Xo'p, 4 ga 4 bo'ldi menimcha. Nima bu yoqlarni ham to'ldirib chiqamiz to'liq. Xo'p, ana endi almaz rudasini pikselma-piksel qarab quraveramiz. Yo'rog'iga qo'ysam, mana bu yoqrog'iga. Bo'lmas. Rudasin dedim. Xo'p, ana endi chetda qarab turishim kerak-da, yaqinroqda. Bo'lmasa qura olmayman. Mashallah. Mana. Ana sekin qo'yamiz. Va ana chetga ikki chetchasiga, bitta chetiga mana qo'yamiz. Va bo'ldi, men tushundim buni. Buncha nimada qurib bo'lmaykan. Kam bo'lib qol ekan. Sal balandroq qilish kerak ekan. Xo'p, endi hamma joyiga yana ikkitadan qo'shib chiqamiz. Shunda ham baland bilan ham normalroq ko'rinadi. Xo'p, men bunlarni to'liq tugatguncha videoga like bosib, kommentariyaga fikringlarni yozinglar. Qanday chiqibdi? Almaz rudasini qurib bilamanmi, yoki yo'qmi? Bera bitta almaz rudasini qo'ysak, rudasini emas, blokini keyin bu yoqqa bitta qo'yamiz. Bu yoqqa bitta qo'yamiz chekkasiga. O'rtasiga 4 ta 5 ta qo'yib tashlaymiz. Ana bunday qilib, men buni sekin qilaman. ChatGPT 6 bersa ham katta gap, yo 3 bersa ham katta gap hali. Almaz rudasini qurayotganimga. Lekin o'zi birinchi almaz rudasini quraman demoqdim. Boshqa narsa quraman dedim. Ana. Pikselma-piksel qurdim. Ajoyib bo'ldi. Xuddi o'zi. Like bosinglar. Xo'p, buni o'rniga boshqa qo'yamiz. Va buni o'taroq bo'lsin mana. Ana bo'ldi. Buni nima tushunish uchun. Xo'p. Buni bitta rasm